bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusniga ishga tayinlamoqdim. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Mayna ochiladi. Zebo kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotirom, bu yasalgan. Серьезно? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing bitta fokus ko'rsating. Oyjon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan bir kutib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi-a? Ha, qazg'og'imni fokus qilib yo'qota olmaysan. Reserve bor-ku. Ha, bu haligi ko'zli shampuni. Imini ko'kini siz ishlatsangiz bosh teringizni davolab, qazg'og'ingiz ketishiga yordam beradi. Yashili bo'lsa yog'li sochlar uchun, qizili bo'lsa chustительный sochlar uchun. Ayniqsa bulardan keyin konditsioner ishlatish kerak. Boshi konsert tagida tursa shamollaydi odam. Men bu konditsioner aytmayman. Hech bunaqa go'sht yemadim. Va shirin ekan. Nimani go'shti, ona? Quyon go'shti. Kelin ishlapmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartda so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring ha.